Samsung A52 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Unda sizga beradigan ma'lumoti manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareya sig'imi 4500 mAh. Litniy-ion Lilon batareyalar tizimi mavjud. 25 vatt quvvatlagich talab qiladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud emas. Tezkor quvvatlash mavjud. 35% ga 30 daqiqada ko'tariladi. Oddiy quvvatlagichda 100% quvvat olishi uchun 1 soat 30 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 10 daqiqaga yetadi. Telefon tomosha qilish 12 soat 28 daqiqaga yetadi. O'yinlar o'ynash 4 soat 57 daqiqaga yetadi. Kutish rejimi 122 soatga yetadi. Umumiy avtomatik 22 soat 27 daqiqaga yetadi. Sizga ham shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, videoning izohiga qoldirishingiz mumkin bo'ladi telefonlaringiz modellarini. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.